shaharga bu hokim bilan uzoqqa borib bo'lmaydi. Men bu odamni o'zgartirib bo'lmaydi. 3-yil ketyapti. Umuman tushunmaydi bu odam. Xullas, eng katta problema o'z Toshkentniki Lekin bekatlar. Mana bitta narsani Toshkent masalasida aytaylik-da. Bugun ertalab ko'rdim qaror 2031-yilgacha Toshkent shahri bo'yicha juda ko'p masalalarda tajriba o'tkaziladigan bo'lyapti-da. yana ikkinchi eksperiment. Ortiqxo'jayev tajribasidan keyin endi hozir yangi hokim tajribasi bo'ladi. Bu tajribani diqqat markazida Toshkent Invest turibdi. Yana o'sha nima alohida bir institut yaratilyapti Toshkent Invest orqali. O'sha Toshkent Invest orqali pulni jamg'arilishi va pulni qayta taqsimlanishi modeliga yopiqroq qozon. Yopiq qozon modeliga kelinyapti. Ya'ni Ortiqxo'jayev o'zini biznes strukturalar bilan ishlagan bo'lsa, hozirgi hokim o'zini mana shu faoliyatini, kelajagini Toshkent Invest bilan bog'layapti. Bu birinchi masala. Endi Toshkent Investga nisbatan men endi fikrlarimni aytdim. Birinchi masala uni ochiqligi ta'minlanishi kerak. Toshkent Invest Toshkentdagi eng katta mulk egasiga, mulk taqsimotchisiga, yer egasiga va yer egasiga bo'lib qolsa ekan, ya'ni eng katta pul o'tadigan nimaga institutga aylanar ekan, u ochiqlanishi kerak va shaffof ishlanishi kerak. Farmonda qo'yotgan ekan-da, FIFAni Jean Infantino qo'yotgan tashkilotiga o'xshagan. Farmonda lekin aniq yozilgan, har 6 oyda auditning otchetlarini qo'yish kerak. Shahar kengashi shahar hozir kelayotganda ko'rdimda, Toshkent Invest kengashida 5 kishi o'tiribdi. 3tasi, ya'ni mutlaq ko'pchilik Toshkent shahri hokimi va 2 o'rinbosari.